Do'stlar, hozirgina mana Fabrizio Romano tasdiqladi. Here we go. Fabio Cannavaro O'zbekiston bosh murabbiyi. Sizlar aytishingiz mumkin, savol tug'ilishi mumkin. Nimaga biz Timur Kapadzeni o'rniga Fabio Cannavaroni qo'yyapmiz deb. Xo'p do'stlar, bunga oddiy javob endi men negatsiz gapirish niyatim yo'q. Shunchaki aytmoqchiman. Gapirganda ham gapni. O'zbekiston rahbariyati shunchaki jahon chempionatiga tajribali murabbiy, o'sha yerda o'ynagan va u atmosferani tushunadigan odamni qo'ymoqchi deb o'ylayapman o'zim. Agar o'yinchilar mandajaga tushib qolsa, bu normal holatda. Lekin murabbiy tushib qolsa, bu butun terma jamoa o'ldi degani. Ko'ramiz endi qanchalik darajada yaxshi boshqarar ekan. U uchun ham, Cannavaro uchun hamda O'zbekiston terma jamoasi uchun ham bu yangilik. Uning futboli qanchalik darajada O'zbekiston terma jamoasiga to'g'ri tushadi, bu ham bir masala. Yana ham katta masala bu o'sha jahon chempionatiga borgandan keyin futbolchilarning mandiraj ushlashi bor. Endi Kapazzi bo'lganda, endi Cannavaro menimcha kattaroq duh beradi deb o'ylayman. Bolalarga, o'sha bolalar biladi uni qanchalik darajada oltin to'p sohibini. Xullas do'stlar, bu yoqqa ko'ramiz nima bo'lishini. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangiliklar faqat bizda. Day.